Raqamlashtirish degan men kirib keldim, familiyamni aytdim, birdaniga tizimga kirish kerak. Ana shuni raqamlashtirish deydi. Keyin yozib olib qog'ozga yozib, keyin hamma ketgandan keyin o'zining holida, o'zining manziligacha hamma to'g'rilab kiritish kerak emas bizga. Real vaqt oralig'ida real holatga kiritish kerak. Ana shunda haqiqat chiqadi. O'chira olmaydi uni. Sirdaryo tuman tibbiyot birlashmasida Sirdaryo viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Erkinjon Turdimov raisligida tibbiyotda 90 kunlik o'zgarishlar vaqti dasturi doirasida sohaga oid islohotlarning samaradorligiga bag'ishlangan kengaytirilgan muhokama bo'lib o'tdi. Tanqidiy tahliliy ruhda o'tgan muhokamada sog'liqni saqlash tizimida raqamlashtirish jarayonidagi jiddiy kamchiliklarga alohida to'xtalindi. Asosiy e'tibor statsionar sharoitlarda davolanayotgan bemorlar haqidagi ma'lumotlarni Demed axborot tizimiga kiritish ko'rsatkichlariga qaratildi. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, bu borada ishlar hanuz kutilgan darajada emas. Masalan, Shirin shahar tibbiyot birlashmasida bu ko'rsatkich 38.2%, Sayxunobod tumanida 62.2%, Xovos tumanida 64.5%, Sardoba tumanida esa 69.5% tashkil etmoqda. Bu raqamlar hududiy tibbiyot muassasalarida raqamlashtirish jarayoniga yetarli e'tibor berilmayotganini ko'rsatadi. Bundan tashqari, laboratoriya tahlil natijalarini tizimga kiritishda ham ko'plab muammolar kuzatilmoqda. Xususan, Sayxunobod, Guliston, Boyovut tumanlari va Shirin shahri tibbiyot birlashmalari bu borada jiddiy sustkashlikka yo'l qo'ygan. Viloyat onkologiya va radiologiya markazi ham tanqidiy ta'kidga tushgan muassasalardan biri bo'ldi. Bunda kasallik tarixi elektron tizimda to'g'ri yuritilmagani va pullik xizmatlardan tushgan daromad haqidagi ma'lumotlarni bazaga kiritishda kamchiliklar mavjudligi qayd etildi. Eng ko'p tanqidga uchragan muassasalardan yana biri viloyat dermatovenerologiya va kosmetologiya markazi bo'ldi. Uchrashuvda ma'lum qilinishicha, markazda 1-maydan 17-maygacha pullik xizmatlardan 58 million so'm daromad tushgan bo'lsa-da, shundan atigi 20.4 million so'm, 35.9% bazaga kiritilgan. Qolgan 37.6 million so'm, 64.1% haqida ma'lumot umuman kiritilmagan. Bu bir muassasaga xos holat emas. Afsuski, boshqa shifoxonalarda ham shunga o'xshash kamchiliklar kuzatilyapti. 90 kunlik o'zgarishlar bu shunchaki shior emas, balki har bir rahbar va mutaxassis zimmasiga yuklatilgan aniq vazifa va javobgarlikdir, dedi viloyat rahbari Erkinjon Turdimov. Muhokama davomida viloyat narkologiya markazi, yuqumli kasalliklar shifoxonasi, tizimdagi axborot kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha mutaxassislar, hudud hokimlari, moliya idoralari rahbarlari va sohadagi boshqa mutasaddilar ham jiddiy tanqid ostiga olindi. Ularga nisbatan mas'uliyatsizlik, tizimdagi nazoratning yetarli emasligi va raqamlashtirish jarayonidagi samarasizlik uchun keskin munosabat bildirildi. Yakunda raqamlashtirish tizimidagi muammolarni bartaraf etish, ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, tibbiyot muassasalarining moliyaviy hisobdorligini kuchaytirishi bilan birga bugungi kunning dolzarb talabi ekanligi ta'kidlandi. Islohotlar jarayonidagi har bir qadam tanqidiy tahlil asosida baholanishi, har bir mas'ul o'z ishiga javob berishni his qilishi lozimligi uqtirildi.